safar ishini naqd so'yaman, undan so'yaman bu safar endi. Mashinadan, mashinadan. Mashina buzib tashladi. Mana buzib, sindirib, bu qo'lda sinish qiyin narsa, shu narsani sindiribdi. Shansiylar mashina joyida yomon tuyulishi mumkin 12 ta it. 12 ta it bilan orasida qolib ketdim. Bittasi mana shu joyida ishladi. Bu yo'g'onlarning joyida ishladi. Endi tishilmasi ham turibdi, bunachilar. Mana. Ishlagan joyda ham turibdi, yaxshi. Duruşga bo'ldi ketmondan duruşgasi bilan bo'ldi. Langlar qo'shib tomondan qo'shib. Endi shansiylar bir 6 tasi mana shu terisidan o'shib ketdi. Qolgan mashinaga undirdi. Mashina turolma duruşga bilan o'zlarimda o'sha bizni belini sindirdim, yurolmay qoldim, qoladi ishlab qoldi. Juda asab buzildi. Avvalambor assalomu alaykum qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Jo'ninglar sog'mi, charchamayapsizlarmi? Boringlarga shukr. Qo'llab-quvvatlab shunchalik kommentda iliq so'zni yozibsizlarki, men juda ham xursand bo'ldim. Sizlardan insonni bizga yo'para qilgan Allohga hamd sano bo'lsin, chunki yaxshi insonlarni yo'para qilibdi-da, boringlarga shukr. Qadrdonlarim, barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Jo'ninglar sog' bo'lsin, dunyo turguncha turinglar iloyim. Chunki yaxshi insonsizlar, sizlarga qancha duo qilsa shuncha kam. Bunlar deyishimizdan maqsad insondan yaxshilik qoladi. Hozir shansiylar shuna diqqatim o'sha haqiqatda salohida yozilgandek holat bo'ldi. It talavdi, vaqti talavdi. Hatto oyog'i ham tishladi. Endi hozir doktorga ham borib kelib turibmiz. Nimaga ko'rikka borib keldik, qutulmagan bilmayman. 12 ta chelish xo'roz to'g'lani va qolaversa ba'da mana hozir bittasi mana bu ne deyapti. Mana aşağıdan zo'rdan ko'rsating. O pastda yotibdi. Bo'ldi, kamroq bosdim. Tushib qolgan. Qadrdonlarim, xollasa mudhish hodisa bo'ldi, to'g'risini aytganda. Juda asab buzildi, diqqatim oshgan. Allohga behisob shukrdan yomon ham bo'lishi mumkin edi. 14 ta yo 12 ta it. Aniq bilaman, sanadim ham daji. Chunki bu uyimizda hamma tomonni devor bilan, uy bilan to'ldirilgan. Mana o'yi bilinadi. O'zingizlar ko'rgansizlar. Ishini yopib qo'ygandan keyin, do'rizini yopib qo'ygandan keyin boshqa yoqqa chiqib ketmaydi. Endi men shaxsan o'zimni jiyanim ham Novoy kechasi 3 ta ishini ochib ishga ketgan. Eshik ochiq qolgandan keyin eshikdan keyin bir to'da it xullasi kirib, mash panjaradan obunachilar, mash panjaradan o'shib tushganmi? Qaydan tushgan deysiz, qadrdonlar? Mana bu tomondan ham xot yo'q. Xot bo'lmay ochiq xolos. U tomon ham chuqur past. Kam 1,5 metrlik balandlikda obunachilar. Mana tomon eshigi hatto yo'q biladi mana tomonni. Endi mana bitta narsadan jahlim chiqayotgani. Hop. Nima desa bo'ladi, qadrdonlar? Haligi alam qiladigan darajada ketdi. Yaxshi mana 3 ta Vietnam bilan 3 ta nemis zotiga tegmabdi. Unga ham albatta tekkan. Uni holatni ko'rsataman, kelinglar. Yaxshi mana bu qo'rg'onlar ham. Bu yerda shuni o'ylabki, mana hozir bukilib planlasi har qancha igilar ekan, to'g'risi suv nam teksa har qancha buksangiz bukiladi. Mashq holatda endi mashinaga urilgan, endi qo'lda turibdi. Sakrab urilgan mana shu. Urib men qo'l qolgan narsam buni qo'lda sindirish qiyin. Men javob beraman. Kommentarlarga, negativchilarga gap to'pini to'g'risi. Mana qo'lda o'zini sindirish qiyin-da. Mana mashinadan singan, o'zimdan ko'rsataman. Ba'da nemis zotlar, german zotlar bor edi. Bu tomonda Vietnamlar, 3 ta Vietnamlar bor edi. Buni hozir ko'rsataman. Qadrdonlar, qaranglar. Mashinadan, mana yerdan sindirganni qaranglar. Bu qanaqa sindirish? Bu meni o'zim tortsangiz, mana yo'g'idan sinishi mumkin. O'zi o'rtasidan tortgan joyingizdan sinishi mumkin-da. Men qo'l qolganim mashinadan sindirib, mana patlar ham o'tibdi. Xullasini aytganda qadrdonlarim, ishoninglar, vaqtimda 12 ta, 13 ta, 2 ta o'rda, indikutka, hali qulquli, indikutka emas-ku. Indikutka 2 dona, 2 ta qulquli parrandamizdan bor edi, bitta xo'roz bor edi, koreyskiy. Xullasi sindirib, qaraylar qanaqa sindirganman, qo'l qolaman-da. Bu unchunchaga egiladiki, sinish qiyin narsa-da. Bu mayatdan ketganini qaraylar.
Mana ikkita bedana pat. Bir tane yerda yotibdi chalajomni. Bo'ynini qattiq tishlagandan bo'yin qattiq ketgan, bilagimdan qattiq bo'lib ketgan. Bo'yni og'rima bo'lib. Mana ishi biguv bo'ladi. To'g'risi bitta ochiq bo'lgan eshikka ashi bo'yi mana shu sababchi bo'lib xullasi ba'da ikkita bilan 3 ta makiyon, bitta xo'roz bilan chalajom bo'lyapti. A'da 12 ta, 13 ta. Hop, 13 ta bo'ladi, 16 ta parrandani yemaganda bu itvatchilar yemaganda, yesa ham mayli deysiz. Bola qozoga dab bo'lsin, nima haliga bundan battari ham, yomoni ham bo'lishi mumkin. Masalan, Vyetnamdan 3 tasini, o'zi nemisdan 3 tasini aniq chalajom qilib qo'ygan nima bo'lardi, to'g'rimi? Endi ba'dagi mana o'zi ustozimdan olgan koreyskiy, haqiqatan toza koreyskiy, 4 ta yutug'i bor. O'zimni mana chalajom bo'lyapti. Na so'yishga hayronsan, na buni tuzatish bo'lsa, tuzatib bo'ladimi degan nimaga shokka tushaman-da. Xaridorlar xullasi endi azartda, endi bir narsaga qiziqqaningizda, uni siz baribir erkak kishimiz, oila himoyachisimiz, uydagi bolalarim o'g'atdi. Dadasi, turing eshikda to'g'ri paqaqda bordi. Baqir-chaqir bordi, chiq qarayinchi dedi. Bir mahal chiqsam, bir to'da itda, bir to'da it. Mayda kulchatir bor mana. Kulchatir bor, hamma yoq yonadi bu yerda, mana yoqqanimda hamma yoq yonadi. Shuni yoqamanki, ichkirmanib panjara o'shan to'sa qolaman. Ben panjara mashinada olib, tagidan ham qolmaydi uncha-munchaga. Endi svetga yoqsam, itda shunaqa rang turli tumani bor. Endi bu parranda-ku, men jonim aslashim kerak deb kesab otsam bo'lardi. Shu narsa kallaga kelmas ekanda, chunki bir kishi oldiga bo'lib rozini, makiyonlarni, lakalarni, zottorlarni ko'rsatib berganimga, ukajonim, men sizga sidqidildan oling deb berishgan. Noyob, bitta rakonim bor edi, bitta atmoqchi. O itda ekan, mana o'sha mayda turadi, kichkina qafasda. O itda drakonim bor edi bu yerda. Mana koreyskiy ham chala bo'lib, ikkita bedana pat koreyskiy ham o'ldi. Hammasini tishlab qo'ygan, xuddi bo'ri bo'shapti. Tishlab qo'ygan tash ko'chamizni eshigining tagida 3 ta yotibdi. Mana sahilada bir 5 ta 6 ta. Mana yerda endi to'g'ri bo'lyapti. Endi hali joyda duruchgan edi. Haliga ketmon dastan duruchkasi bilan kirib keldim-da. Men eshikni ochib kirganimda mana mashinaning qo'lida yotibdi mana. Qon hamma yo'q. Shunaqa holat bo'ldiki, sening haligacha diqqatimni ochganman. Haligacha siqilmayki, qo'lga kirib qo'l pul bo'lsa yana topilar deysiz, lekin mehr berib boqqaningizdagi aynan holat bo'lsa, to'g'risi achinarli. Hattoki bu narsalarimga halol, chiroyli narsani beraman. Misol makkani ham, bolavatlarni ham, suvni ham o'zim ichadigan suvdan olib kelib, o'zi tomlab tagida qolib ketgan, o'zi bo'tasiga ishlatilgan suv ham ishlatmayman, to'g'risi, bu narsaga berish uchun. Endi kirganimda bittasi ichidan bitta zo'ri bo'lar ekan, shu narsani bilib qo'yilasizlar ham. O'shani siz tashladim menga. Shu u ham qayerga tashladim? Men boshini qilib baqa tashlamaydi-da, gavdaga tashlamaydi, oyoq tagiga tasharkan. Bunaqa joyi tishlaganda, mana shu joyda kuzatib qo'yasizlarga. Mana shu joyi mana tishlaydi mana bu tomoni bilan. Endi tishlaganda qadrdonlarim, urganimda o'sha oyog'im aralash, sizga aralash urdim. Xullasi 3 tasi qo'shib chiqib ketdi, qolganlari g'ir qilib turibdi, mashinasidan taqqilib turib, tumshuq bitdi joni. O'da kashiyani jonini inada bo'lgan singari to'g'risi hazilib, itni joni tumshug'ida bo'lar ekan. Tumshug'i bu ursangiz ming haliga bo'ri bosarmi, it bosar bo'ladimi? Haqiqiy bo'ri bo'ladimi? Dumini chotga tiqib qochar ekan to'g'risi. Ashi urganimni faqat tumshuqqa urmanda, xudodan bo'lmasa. Taqa urganimdan ashi cho'chilib ketdi-da. Endi shunaqa, endi kechasi 3 ta bo'layotgan narsa. O'shandan beri mana hozir uyqu yo'q. To'g'risini aytishim kerak edi. Nima desa bo'ladi? Diqqatimni ochib qoldi, qadrdonlarim. O'shaning uchun sizlar bilan bir video qilib maslahatlashib, gaplashib, kommentini o'qib, bugun kechki payt balki uxlab qolarman degan maqsadda video qilaman. Shuni ham video qilasan deydi o'g'illar bor. Chunki sizlar bilan biz oilaviymizda, bir oilamizda. Chunki mana Telegram gruppamizda shuncha odamlar o'tdi. Telegram gruppamiz silkasini kommentariy qoldiraman. O'sha bosib kirib obuna bo'lsanglar, o'sha yerda bir xotirjam gaplashsak, maza bo'ladi. Oldi sotib qilsanglar ham bo'ladi. Olsanglar, sotsanglar bo'ladi. Bemalol reklamalar tekin.
Xullasi berga ham qarang. Telefonda ko'rinmasligi mumkin tish izlari bor. Bu qana sindirgan degan xulosaga shundoq keldimki, tishda g'ajiblardan. G'ajib turib tishlagan degan xulosaga keldim to'g'risi. Bo'lmasa buni bundoq qilsangiz mana o'pishida mana o'ttiz tasini mana o'ttiz ketyapti, ko'ryapsizmi? Moneta bilan monetadan sinishi mumkin emas narsada. Bu mana to'liq edi. Bu ustozim bergan, Anvar aka ustozim bergan narsa edi bu. Buni har mana shu ichilarini basallar tozalanganda, hattoki mana shu pasha buqalargacha artib tozalayman. Sababi bitta narsani boqqaningizdagini ertasiga ertaminga kerak bo'lsa suv yemoqchi bo'lsangiz ham tabiiy tortib xotirjam yeyverasiz-da. Shuni singari men ishlarigacha gilamlargacha so'p qo'ygandim. Haligi albatta ishlab chiqqan yangi olitmasin. Shu darajada e'tiborda. Hozir hafsalam puri bo'ldi, to'g'risini aytish kerak. Endi hammasini chalajon qilmabdi-ku. 3 ta Vyetnam bilan 3 ta minus zotlardan qoldi. Endi haqiqiy dokumentalnigi. Allohga shukr. Xullas barandalarni yeb ketganim qoldi va qolaversa oyog'i tishlagani qoldi. Endi qutulganmi degan shubhada doktorga boryapmiz. Allohga beadad shukr. Yo yaxshi, unaqa zaharli qutulgan itmas ekan, bo'lmasa sразу o'zlariga mikroskopda ko'rganda chiqardi bu narsa deb aytishdi. Doktorlar ham bor bo'lsin. Jonlar sog' bo'lsin. Shunday bo'lsa ham ukol olyapmiz. Yomon taladi xullas. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, chunki sizlar ba'zi bir ukalarimsizlar, tengqurumsizlar ko'chada kechasi yolg'iz yurmaydi. Yursanglar ham mashinada, mototsiklda bo'lmasa velosipedda yaxshi iloji bo'yicha qochqonga qolmaslik kerak ekan. Bundan oldin ham biz Namangan shahar Chust tumanida ikki tomon ikki qatori qatorida o'sha yerdan piyoda ketayotgan joyimizni 5 ta it tashlagan. Albatta u daydi edi, u it emas edi, daydi edi. Men bitta narsaga qo'yayotganim ovcharka ham bor edi. Kechagi holatda ovcharka ham bor edi. Ovcharka ma'lum bilasizlar, ular dikka bo'ladi, o'zi sarig'imtir, qora aralashgan bo'ladi. Ashnaqada, shunaqa endi azabim buzilyapti obunachilar. To'g'risini aytganda shuni diqqatim ochdi. Endi yana bitta narsani aytib o'tay, shu o'rinda o'tgan safar ko'rsatmadim shu narsani. Bu safar sizlarga ko'rsataman. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu joyda videoni to'xtatib turib, mashinani skrinshot qilib olinglar. Shu dorilarni o'ylab chiqazgan yurtimizga katta rahmat. Ishlab chiqazayotgan insonlarga katta rahmatimni aytib qolaman, chunki o'layotgan xo'rozmaki yo'lini avvalambor Allohdan. Alloh taolo bo'l desa tirik qoladi, o'l desa o'ladi. Endi bu narsani sababchisini qiladigan bizmiz. Obunachilar, bu narsa shunaqa zo'r narsa ekanki, mendagi holatda qanaqa o'lim holatda edi desanglar, xullas ovqat yemay qo'ydi. Tumshug'i, basharasi, oyoqlarigacha qorayib ketdi. Keyin shu holatda shumshayib qonati osilib qoldi-da, aksi uradi, bundan suv oqadi, yana oqib turaveradi, yana aksi uradi. Ashuna holatda shu dorini namanganlik обязательно shu akamning videosini qilganimda обязательно like bosib qo'yinglar. Yaxshi fikrlarni qoldiringlar iloji boricha. Namanganlik 6-mikrorayonda o'tiradigan Bahodir aka domlani, eski parvozchi Bahodir aka domlani maslahatlari bilan bo'ldi shu narsa. Hamma obunachilaringizga ko'rsating, ular ham bir ko'rib, dori qilishsin. Parandalarni misol 300 mingga, 100 dollarga, 1000 dollarga olsam, shu 1000 dollar topish uchun ham peshini ter qilishgan. Shu narsani yo'qotib qo'ymaslik uchun shu narsani tavsiya qiling dedilar. Men sizlarga shuning uchun aytayapman. O'tgan safargi videoni ayta olmadim, sababi gap bilan bo'lib sharg'ab ketdim. O'sha holatdagi xo'rozni ishtahasini ochib, shamollashini haydab, kerak bo'lsa badandagi yugurlargacha, qutlargacha to'kadigan dori eng zo'ri mana shu. Ham arzon, ham samarali narsa ekan. Bir kunda aytdilar menga, buni retsept qanaqa desanglar, buni ichidagi dorisi nosdan farqi yo'q. Kak nos qanaqa? Ashunnaqa nosga o'xshaydi. Shuni ichidagi nos singan narsani 5 donadan. O'zi aslida buni kitobida 2 donadan ekan. Menga Bahodir aka aytdilarki, 5 donadan bering, 10 kun bering. Yana 2 kundan beringda yana 3 donadan 10 kun beravering. Buni ziyoni yo'q, foydasi borki ziyoni yo'q dedilar. Alloh rozi bo'lsin shu insondan. Shu narsani berdim. O'sha tumshug'lari qorayib, basharasi qorayib, oyoqlargacha qorayib, ham qanot osilib yer haydaydigan holatda bo'lib qoldi. Ash holatdan tirilib ketdi. Bitta masala menda.
Mana 3 ta german zotlarimidi, 3 ta Vyetnam zotimidi va bittani koreyskiy 4 ta yutgan xurozimidi bu narsalar. Ana ashulani o'zini holatiga keltirgan narsa mana shu narsa. Mana shunda screenshot qilib olinglar. Screenshot qilib olinglar. O'ta narsa mana bilinib turgan bo'lsa kerak. Bu tomonga o'ting qizim. Mana nosga o'xshagan narsa bo'ladi mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, nosga o'xshagan mayda narsa bo'ladi. O'ta samarali narsa bo'lar ekan. Shuning uchun qadrdonlarim shunaqa narsalardan o'ylab, diqqatimni o'shib video qilib sizlar bilan gaplashaylik dedim. Endi kommentariyada yozsanglar, kommentariyani Telegramga o'tib, Telegramda gaplashsangiz, sizlarning ovozinglarni eshitsam men maza qilaman. Chunki novoyman akalar, men tandirga kalla qilib pul topaman. Bitta joyga borib video qilib bersam, hamma joydan ham olavermayman akalar, to'g'risida. Bir joy video qilib bersam, ukajonim men sizga sidq dildan eng yaxshi ko'rgan narsamdir. Chunki aytishgan-ku, domlalar aytishadi-ku, eng yaxshi ko'rgan narsasini berishlik bu eng zo'r insonlikdan dalolat deyiladi-ku. Demoqchimanki, shunaqa yaxshi narsalar, shu Bahodir akadan olgan mashinada bo'lib bo'ldi, ko'ruvdinglar, falsafa. Drakon bor edi, shuni ham yeb ketdi. Xullas, rosa siqildim. Haqiqatan uyim og'ishdi. Endi siqilma